Parodontaksni o'zi tish yuvganda ko'pchilik aytadiki, ta'mi va hidi g'alati. Aynan ana shu ta'mi va hidini g'alatiligi bizning milklarimiz uchun foydali hisoblanadi. Chunki natriy bikarbonat bu og'iz bo'shlig'idagi pH muhitini muvozanatini saqlaydi, tiklaydi. pH muhiti nima deganda, sodda qilib tushuntirsak, og'iz bo'shlig'idagi, sizga tushunarli tilda aytamanki, temperaturasini saqlasa, qachonki temperatura tushadigan bo'lsa, og'iz bo'shlig'ida zararli mikrobakteriyalar faollashib ketadi va natijada milklarda yallig'lanish kelib chiqadi, tishlarda karies kelib chiqadi. Ana shu zararli narsalarning rivojlanishini oldini olib turadigan narsa bu pH muhiti hisoblanadi. Aynan parodontaksdagi natriy bikarbonat ham ta'siri pH muhitining muvozanatini saqlab turadi. pH muhiti doimiy normal holatda tursa, og'iz bo'shlig'ida zararli mikrobakteriyalar faollashmaydi. Natijada karies kelib chiqmaydi, milklar shamollamaydi, yallig'lanmaydi.